Bak 15 kilo donni soldik, 15 kilo donni ko'rdingiz. 1 minutga ham olib bormasdan o'tkazib tashladi. Endi donimizni hozir ko'ramiz, qay darajada o'tkazganligini hozir. Hozir sizlarga buni ochib ko'rsatib beramiz. Mana buni ko'ring buni, mayilligini. Har qanday molga yuqadigan qilib chiqazib berganda buni. Mana ta'kida qolgan desangiz, boyagi tanasi bilan chiqazganmiz mana. Eng ta'kini olyapman. Ko'ryapsizmi? Boyagi sutani tozalanmaganini ham tanasi bilan qanaqa tozalab berdi. Maydalab berdi, mayda qilib. Ko'ryapsizmi mana? Yuqadigan qilib. Bemalol sepib bersangiz bo'ladi buni. Chiqazishi juda tez. Aytgan ko'rsatkichdan ham ko'proq chiqazadi bemalol. Bu yerda minimum ko'rsatilgan 700-900 deb 1 tonnadan ziyod chiqazib beradi. Mana shu setkada ham bemalol o'ylanmasdan solaversanglar bo'ladi. Ishlash jarayonini ko'ryapsizlar. Solganimiz bemalol birdaniga tozalab, birdaniga maydalab tashlayapti uni. Hech qanday muammo qilgani yo'q. Tadbirkor akalarimiz bo'lsa bemalol murojaat qilinglar mana shu raqamlarga ekrandagi. Yetkazib beramiz 12 ta viloyatga. Narxlari o'sha yozilgan narx bo'yicha yetkazib beramiz. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Boshqalarni ham keyinchalik bularni ko'rsatib 15 kilovat, 22 kilovatlarni hammasini obzor qilib boramiz. Bizning kanalimizga obuna bo'lib, kuzatib boringizlar.